filmida. Hammasi yaxshi bo'lsa, hademay Parijda foydali bitim tuzaman. Bu to'yimizni kechiktirmaydimi? Yo'q, men ham ortiqcha kutolmayman. Men g'aribni bir xursand qiling. Yo'q. Chunki kutishga arziydi. O'zim ham betoqat bo'lyapman. Singlingiz rosa butkul shifo topdimi? Bu nima? Sovg'a. Parijga borganimda siz uchun sotib oldim. Sabr masalasida mutlaqo haqsiz. Kutib turganimiz ma'qul. Ha. Zebu ziynat ko'rsatib meni ko'ndiraman deb o'yladingizmi? Zinhor unday emas. Har qanday holatda ham sizga albatta sovg'a olgan bo'lardim. Bilmadim, yoqarmikan. Lekin tashlab yubora olmayman. Rahmat. Turmush qurmagunimizcha bundan ortig'ini so'ramang. O'zingiz taqib qo'ying. Bo'ldi, tinchlan. Bo'ldi, tinchlan. Hayvondan ham battarsan-a. Kimligini tush ko'ribmanmi? O'zi o'g'irlikka tushdi. Faqat faqillatib otib tashlashni bilasan. O'g'rilarning qismati shu-da. Menga yotobga. Meni qanchalik o'zgarib ochilib ketganimni ko'rgach, tili aylanmay qoldi bechorani. Meni deb ko'pchilik jon olib jon bergan. Senga otamni eslatdimmi? Fernando Bravoga o'xshaymanmi? Qaysi biri yot? Yorlig'iga yozib qo'yilgan. Qaytib kelishini bilardim dedingmi? Fernando Bravo olamdan o'tgan. Nega kulyapsan? Uni tinch qo'y. Avval o'ziga kelsin. Yod berasanmi yo'qmi? Yaxshi ham o'q suyagiga tegmagan. Topguningcha jarohat ham bitib ketadi. Yomon chalmayapsan. Bu kuyni qayerdan bilasan? Fernandodanmi? U do'sting edimi? Fernando. Do'stim. Fernando emasman, uning o'g'liman. Ha, mayli. Fernando Bravo o'lmaganmi? Shunaqa deyishadi. Nahotki Bechora Almudena. Hozir yoniga borsak bo'lmaydimi? Xuddi sizlar men yonimga borgandek. Bu qanaqa taqinchoq? Almudenani qamab qo'yishgan. U yerda hatto qo'riqchi bor. Hali ham omadi bor ekan. Yigit kimligini bilib qolsa, dadam uni o'ldiradi. Rostdan o'ldiradimi? O'z qizini-ya? Bunga Cesar Bravo aybdor. Felix bilan turmush qursa yaxshi bo'lardi. Almudenada. Cesarga nima bo'lganini bilmoqchi. Bu qonmi?
Nima bo'lganini biz qayerdan bilamiz? Bizni ham kuzatishyapti. Balki men urinib ko'rarman. Afsus, lekin hozircha bizga xizmatkor kerak emas. Katta uy bo'lsa, jiyanimga ishonaman. Madriddagi markazlar xonadonida xizmat qilgan. Nega qaytdingiz? O'zim bu yerlarni sog'inib ketdim. Ximena. Qaytib keldingmi? Sen hali ham shu yerdamisan? Xizmatkor kerak emasmi deb so'rayotgandik. Albatta kerak. Anibal? Ximena avval bu yerda ishlagan. Lobo yo'q demaydi. U yaxshi qiz. Mayli, ertadan shu yerda ishlaysan. Rahmat. Bunga afsuslanmaysiz. Sizga ham rahmat, tog'a. Ancha o'zgaribsan. Hali ham o'shasan. Lekin endi xo'jayinni o'ng qo'li bo'psan-a? Ha, ancha muncha ishlarga o'zim javob beraman. Etik oyog'imni urib yubordi. Iltimos, og'riyapti, yechishga yordamlashib yuborasizmi? Marhamat qilib. Hozir. Og'riq jonimni sug'urib olay deydi-ya. Xayrli tong. Salom. Xarid qilgani keldim. Ko'raychi. 2 qadoq moy. Ushla, hozir olib beraman. Boshqa narsa kerak emasmi? Xayrli tong. Bilmadim. Ro'yxatga qaramaysanmi? Kavar ekan. Yana nima? Yo'q, hammasi shu. Xohlasang o'qib beradi. O'qishni bilaman. Sizga nima beray, senyor Lobo? Gazetamni olib kelishdimi? Ha. Akang birga kelmadimi? Nima baxtsiz hodisaga uchradimi? Roman. Nima? Akang yaxshimi? Ha? Menda Loboni qizidan unga xat bor. To'g'risini ayt, ahvoli yaxshimi? Ha, hammasi yaxshi. O'qishni bilmaganing uchun mendan uyalma. O'rganib olasan. Bilaman. O'zim o'rgatishim mumkin. Migilga ham o'rgatdim. O'qishni bilaman. Sen o'ylaganchalik omi emasman. Harflarni bilarkansan, lekin o'qimasang bir umr gumrohligingcha o'tib ketasan. O'zing tanla. Ehtiyot bo'l. Idishlarni sindirsang, qariguningcha tekinga ishlab berasan. Ta'ta bilmasdan sindirib qo'ygan, hali ham shu yerda. Nahotki? Voy, aldoqchi-ey. Shaharda hayot qanaqa? Menga yoqmadi. Ketayotganda boshqacha gapirganding. Los Palosda aqlimni kiritib qo'yishdi. Men shaharda bo'g'ilib ketaman. Har kuni qishlog'imda o'ylardim. Hozir ko'chat ekishyapti. Bozorda hatto anor ham bor. Bu yil anor yaxshi hosil qildi. Gohida baliq oviga borganimiz esimga tushib ketardi. Bo'sh vaqting bo'lsa borib kelamiz. Yaxshi bo'lardi. Lekin endigina ishga kirdim. Lidiyadan ko'ngling to'q bo'lsin. U ajoyib ayol. Dasturxon o'zidan o'zi yozilib qoladimi? Yo'q, senyorita.
Sen nima qilyapsan? Qiladigan ishing yo'qmi? U hech ham o'zgarmabdi. Shunaqa. Sesar, Almudena opam sizdan juda xavotirlanyapti. Xabar yuboring. Rosa Lobo. Roman, uraverma, sindirib qo'yasan. O'tirib olib buyruq berma. Sesar. O'zingni bos. Shunchaki salomlashib qo'yay degandim. Salomingizni yetkazishdi. Hannibal. Roman. Tunda bir odam uyimga o'g'irlikka tushdi. Unga o'q uzdim. Sizni hech kim bezovta qilmadimi? Yo'q. Sizlarga biror kor hal bo'lmasin deb xavotir oldim. Bu yerda ablahlar ko'p. Ha, to'g'ri aytasan. Shunaqalar ham uchrab turadi. Ishtahasi karnay devona bo'lsa ham o'zini xafa qilmaydi. Sen bu yerda nima qilyapsan? Ketdik. Biznikida xohlagancha yeb ichasan. Otga min. Qo'rqma. Yana qon ketyapti. Izabel shukrona ayt. Bergan noz-ne'matlari uchun yaratgan egamga beadad shukronalar aytamiz. Amin. 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 Dada, Almudenaga rahim shafqat qilib, aqalli biz bilan ovqatlanishiga ijozat bersangiz. Bu haqda boshqa og'iz ochma. Shunchalik ham qo'pol bo'lasanmi? Qara, nima qilding? Uzr, men bilmasdan. Oshxonada yana bor. Tezroq kiyimingni almashtirib chiq. Mariana, o'zing yig'ishtirib ol. Senga o'zim olib kelaman. Boshqa ko'ngilsizlik bo'lmasin. Dada, qarang, kuyovingiz sovg'a qildi. Chiroyli ekan. Ximena. Neves xavfli dushman. Unga nima qildim? Hech narsa. Lekin Neves judayam Annibalni qizg'anadi. U unashtirilgan-ku. Shunday, lekin ehtiyot bo'lishingni maslahat beraman. Annibal ham Nevesni yeri ko'kka ishonmaydi. Ovqat olib keldim. Almudena. Yo'q, kirmang. Rosita, Almudena. Pastga tushing. Opa, albatta ovqatlaning. Kecham och qolmang. Biror narsa yeb oling. Aqalli non yeng. Azizam Almudena, men yaxshiman. Xavotir olma. O'zingni avayla.
Seni albatta olib ketaman. Seni ilk bor ko'rgandayoq sevib qolganman. Sesar. Bu otamning soati. Otamdan qolgan. Yo'q, Roman, o'zingni bosib tinchlan. Roman soatni olib qo'ymaydi, xavotirlanma. Olmaysan-a, Roman? Yo'q. Unda ko'rsataman. Qaranglar. Yo'q, hech narsa qilmaymiz. Mayli, qo'lga berishing shart emas. O'zingda turaversin. Faqat tomosha qilamiz. Ko'ramiz. To'g'rimi, Roman? Ha, albatta. Sen Chiroyli ekan. ochib qara. Suyukli rafiqamga Antonio Lobadan. Qara. Qo'ygandek almudena. Bosh sir. Katta sir. Dadamning rasmi-ku. Bu yerda nima qilyapti? Ha? Bilmayman. Mendan so'rama. Bilmaganing yaxshi. Dadam bilan Loboning xotini o'rtasida bir nima bo'lgan demoqchimisan? Ha? Yo'q, Roman, o'zingcha fol ochma. Rasmni ko'rmayapsanmi? Nima qilibdi? Bu shunchaki rasm. Nega bu yerda turganini bilmaymiz-ku. Bu haqda Sesar bilmasin. Yaxshi. Yaxshi. Uyqum kelmayapti. Balki uxlashimga o'zing yordam berarsan. Uni tinch qo'y. Kimni? Unga ziyon yetkaza ko'rma. Nima? Qimmatli vaqtimni cho'ralarga sarflamayman. Shunisi yaxshi. Ikkalangiz uchun ham. Ana xolos. Uni yoqtirasanmi? Aslida kimligimni bilaman. Endi o'z hayotim bilan yashamoqchiman. Yaxshi. Senga bu shunchalik muhimligini bilmasdim. Endi bilib olding. Turinglar, soat 8dan oshdi. Neves opa. Siz so'ragan matolarni olib kelishdi. Hech qanaqa mato so'ramagandim. Esingizdami? Bazm libosi uchun kerak degandingiz.
Aha, esladim. Menimcha xabar jo'natishgan. Almudenani soat 5 da uydan chiqaring. Sesar Bravo. Esini yeganmi? Qanday qilib chiqaramiz? Iloji yo'q. Hatto o'zimiz xohlaganda ham. Oqibati nima bo'lishini yaxshi bilasiz. Opamni boshqa ko'rmaymiz. U sevib qolgan. Bugun kechgacha hali vaqtimiz bor. Felix Bravodan yaxshiroq. To'g'ri. Lekin u Felixni sevmaydi. Bizni hatto yoniga yaqin yo'latishmayapti. Yoki sen qanday qutqarishni bilasanmi? Anibal! Ahmoq, yuragimni yording-ku. Bo'ldi, haliyam qo'rqoq ekansan. O'shasan. Sen ham o'sha ahmoqsan. Menga ber. Kir bunaqa osilmaydi. Yaxshisi o'zim qilaman. Roman! Bu yerda nima qilyapsiz? Hech narsa, shunchaki o'zim. Ichmayman. Oyim bilsa o'ldiradi. O'qi. Ovoz chiqarib. Tozalangan arpa bodiyon. Bodega Sabaskay. Badaloni. Nega o'qiyapman? Hozir sirini aytaman. Birontasiga aytsang, tilingni sug'urib olaman, tushundingmi? Boboni o'ldirasizmi? Yo'q. O'qishni bilmayman. Yo'q-ey. Yomon o'qiyman. Menga sen o'rgatasan. Bo'sh vaqtingda Lakebradaga kel. Mabodo kimdir bilib qolsa, Tilimni sug'urib olasiz. to'ppa-to'g'ri. Tata? Tata! Nima bo'ldi, Neves? Yangi taqinchog'im yo'q. Bo'lishi mumkin emas, yaxshiroq qara deymi? Kecha uni boshqa taqinchoqlarga qo'shib qo'ygandim. Aniqmi? Taqinchoqlarim doim bir joyda turadi. Xonamni kim tozalagandi? Ximena. Qanday tasodif. U kelishi bilan taqinchog'im yo'qoldi. Bir umr ishlasa ham pulini to'la olmaydi. U qayerda? Nimaga shama qilyapsan? Taqinchog'im bilan qochib ketmasidan jandarmlarga xabar qilish kerak. Avval ishonch hosil qilaylik. Albatta, shunday qilamiz. Ketdik. Yaxshimisan? Ketishing kerak. Tezroq qishloqdan chiqib ket. Nega? Nima uchun? Neves seni o'g'irlikda ayblayapti. Meni? Axir hech narsa o'g'irlamadim. Bilaman. Lekin uning gapiga ishonishadi. Meni asossiz ayblay olmaydi. Bu uyatsizlik. Tuhmat qilganini aytaman. U Loboning qizi. Sen esa xizmatkorsan. Axir hech narsa o'g'irlamadim. Nega qochishim kerak? Ximena, o'sha taqinchoq juda qimmat turadi. Seni qamab qo'yishadi. Jandarmlar kelguncha tezroq ket. Nega u menga tinchlik bermayapti? Ketganing ma'qul. Shunda seni tinch qo'yadi. Yaxshi. Men bilan yur. Baxtimizni olislardan qidiramiz. Birga bo'lsak, albatta baxtli yashaymiz. Qayerda bo'lsa ham.
Ketolmayman. Unda rost ekan. Sen uni sevasan. Ushla. Buni senga Lora berdi. Sovuq qotganda ichasizlar. Otamning soati ham. Bu senda qolsin. Nima qilyapsan? Sizlarni kuzatib qo'yaman. Uzoq vaqt otda yurma, jarohating bitmagan. Yo'raman. Men qaytib kelgunimcha bu ishlarga kimdir bosh-qosh bo'lishi kerak. Jean-Marie bor-ku. Unda tayyorlan. Men otlarni egallayman. Omadingni bersan. Tata, pianino chalib bering. Anchadan beri chalmay qo'ydingiz. Keyinroq. Iltimos, chalib bering. Shu bobni tugatib olay. Rosa, Tatani tinch qo'y. tata, Mayli, ko'ndirding. Faqat ozgina chalaman. Nimadir kuyyaptimi? Yo'q. Kuygani hid kelyapti. Qo'ysangizchi, tata. Yong'in. Yaqinlashmang, kuyib qolasiz. Yong'in. Fausto. yong'in! Tezroq bu yerdan ketinglar. Yong'in. Mehmonxonaga o't ketdi. Eshikni qo'riqlashim kerak. Uyimiz yonib ketyapti. Gapimni eshit. Sesar seni tepalikda kutyapti. Hovlida ot bor. Hech narsani o'ylama. Tezroq qochishing kerak. Darvozadan chiqib keta olmaysan. Chorbog' orqali yur. Nevis bilan Rosa qani? Xafa bo'lma. Ular bilan xayrlasha olmaysan. Bo'la qol. Hammasi joyiga tushgach bizga xabar qil. Xo'pmi? Rahmat. Unga aytib qo'y. Seni ehtiyot qilmasa, o'zim uni o'ldiraman.
La-Manchda bir joy bor. Nomi esimda yo'q. Qaytaring. La-Manchda bir joy bor. Esimdan chiqdi. Eslab qolmang. O'qing. O'qishni bilmasam qanday o'qiyman? Axir men ham pichoq otishni bilmasam ham otdim-ku. Lekin senga pichoq ushlashni, nishonga olishni, zarbani qanday his qilishni o'rgatdim. Ha, siz ham so'zni his qiling. Nima? Sado. Sado, Hozir shuni his qildim. o'qiyotgan so'zni his qiling. O'qing. Savdo. Menga qarab Miguel, bo'lmaydi. Menga bu yetib bormayapti. Sotib qo'ydingmi? Yo'q. O'g'lim bu yerda nima qilyapti? Buni Miguel qayerdan oldi? Uni men ichdim. Bu sen o'ylagan narsa emas. Shunaqami? Unda nima? Yorliqdagi yozuvni o'qib ber dedi. O'qishni bilmas ekan, o'rgatyapman. Aytmasam oyim tilimni sug'urib oladi, jahli yomon. Senga buni kim aytdi? Mayli. Ishlar qalay ketyapti? Yomon. Injenersa Miguelito, shunday qilishingni bilardim. Senga o'zim o'rgataman. Yo'q, rahmat. O'qishni unsiz ham yaxshi bilaman. To'g'ri, ozroq chaynalyapman xolos. Meni o'g'lim kuni bo'yi alifboni bilmaydigan piyonista, xotinboz bilan o'tirishni xohlamayman. Kadisga ketamiz. Yaradorsan-ku. Ha. Bu haqida gaplashmaylik. To'g'ri. Shunisi yaxshi. O'tir. Cesar Bravo yaralanmagan. U bo'lishi mumkin emas degandim-ku. Bundan tashqari, qizingiz ham ont ichibdi. Baribir kimligini bilishim bilan shu zahoti otib tashlayman. Kapralga ayt, qishloqdagi barcha erkaklarni tekshirsin. O'g'lim ham boshqa ahmoqlik qilmasin. Uni Madridga jo'natdim. To'y ham risoladagidek bo'ladi. O'zim mehrobga boshlab bormaguncha Almudena o'sha xonadan chiqmaydi. Endi qachon chaqirsang? Shunda kelishim kerakmi? Uyda yong'in bo'ldi. Qorangni ham ko'rsatmading. Allaqachon o'chirishgandir. Ha, Ximena ketdi. taqinchog'im bilan qochib ketdi. Taqinchoqni yana qidirib ko'r. Xonangda bo'lsa kerak. Topilmasa, qallig'im boshqasini olib beradi. Bechora qizni o'ylab yuraging siqilyaptimi? Yo'q, siqilmayapti. Baribir menga to'g'ri kelmasdi. Xafa bo'lma. Qizlar ko'p. Senga o'xshagani yo'qda. Senyor. Qallig'im qaytib keldimi? Yo'q. Lekin sizni boshqaruvchimiz otxonada kutyapti. Nega? Zotdor otlar sizni qiziqtirib qolishi mumkin dedi. Bo'lmagan gap. Meni otlar mutlaqo qiziqtirmaydi. Lekin senyor, borsangiz pushaymon qilmas ekansiz. Mayli. Luis.
Noqulay bo'ldi. Kelib shunday paytda kiradimi? Seni yomon ko'raman. Sendan nafratlanaman. Charchamadingmi? Yo'q. To'xta. To'xta. Bu yoqqa kel. O'tirib oldingmi? Senyor Sagasta siz bilan yolg'iz gaplashmoqchi ekan. Nima bo'ldi, Lidiya? Lidiya, Qanday bo'lganini bilmay qoldik. nima bo'ldi? Qizingiz Almuddan Unga nima qildi? u yo'q. Kechiring. Antonio, nima qilyapsiz? Unga xabar jo'natgan. Unga bir qara. O'shaligini bilardim. Ichivachcha. Xotinni egarlashsan. Yaxshi. Alifbodan boshlaymiz. Senga qaysi harf notanish bo'lsa aytasan. Xo'pmi? Mabodo Yelena, iltimos. Men savodsiz emasman. Faqat biroz Chaynalasan, keyin chaynalmaydigan bo'lasan. Xo'pmi? Qani, mana bu so'zga qara. Shundan boshlaymiz. Bo'la qol. Se. Mana bu harfchi. R L A Juda yaxshi. Endi qo'shib o'qisak. Ser R'ni biroz yumshoqroq ayt. Bo'g'ini ajrat. Menga qara. Serra. Unli va undoshni bilsang kerak. albatta. Aldayapti. Hech narsani bilmaydi. Miguel. Bilmaysanmi? Yo'q, Yelena, bo'lmayman. Maktabga borish o'rniga buni bilishing shart emas. Har xil ishlar qilganman. Unli harflar shovqinsiz aytiladi. Ular atigi 5 ta. A, Y, I, O, U. Demak, Shuncha narsani qayerdan bilasan? Madridda muallimlik qilganman. Yana nimalar qilgansan? B bilan A birga ba. B bilan Y, B. B bilan I, bi. O bilan B, bo. B bilan U, bu. Uzr, u demoqchi edim. Menimcha bugunga yetadi. Yo'q, Yelena, iltimos. Davom etaylik. Mayli.
Qayerga ketyapsan? Birga boraman. Bu mening ishim. Sen uyga qayt. Uyga qaytyapman. Borishga ruxsat bering. Gapimni qilma. Chop, jonivor.